Alloh azza va jalla duolarimiz ijobat bo'lishini xohlaydi. Shuning uchun bizga duo qilishimizni buyurgan. Siz Allohga duo qilishligingiz o'zi bilan qulligingizni tan oldingiz. Allohga duo qilishligingiz o'zi bilan Allohni eshitib turuvchi ekanligini tan oldingiz. Siz Allohga duo qilishingiz bilan o'zingizni ojiz, Allohning qodir ekanligini tan oldingiz. Allohga duo qilishingiz o'zi bilan siz faqir, Allohning boy ekanligini tan oldingiz. Siz duo qilishligingiz bilan o'zingizni banda, qul, Allohning esa Rob ekanligini tan oldingiz. Birodarlar, duo bu ibodat. Duo ibodat, birodarlar. Ad-duo huval ibada deganlar Rasululloh. Boshqa hadislarida ad-duo muhul ibada. Duo ibodatning mag'zi deganlar. Alloh taolo Qur'onda aytadi, agar duo iltijo qilmasanglar, Parvardigorim sizlarga parvo qilmas deb ayting, ey Muhammad alayhisalom.